tashqi fasad sifatini tekshiramiz do'stlar. Mana do'stlar. Uramiz. Mana, endi tortib chiqaramiz. Ana do'stlar, nimaga bu ketdi desalaring do'stlar, monimizning ahvolini ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bu ursangiz ham ko'lanib ketyapti. Ya'ni gazoblokimiz o'rtachalik hisobiga yaxshi yopishmagan bo'ladi, lekin bunimiz liboy narsaga yopishadi. Xolos suvni ko'rib turganlar, xomg'ish, penablok, gazoblok, liboy narsaga yopishadi. Qalinligi 3 sm dan boshlab 5 sm ligacha bo'lar ekan. Bu nima desalaring, terma panel bo'ladi do'stlar. 1 kvadrat metr 3 sm lik 85 ming bo'lsa, 5 sm lik narxiga keladigan bo'lsak, 110 ming so'm bo'ladi. Xolagan turingizda, xolasiz kabanchik, xolasiz Versace, xolagan fasadingizga qilib berishadi. Super mo'shi bo'ladi, bemalol 100 bo'ladi. 50 kvadratdan yuqori oladigan bo'lsalar, do'stlar, vodiy bo'ladi, dastlabki mutlaqo bepul bo'ladi. Agar ushbu biznesni o'rganib turib do'stlar, kuniga 3 million so'm sof foyda ko'raman desalar, akalarimiz bir kunda 100 kvadratdan 250 kvadratgacha chiqarishyapti ekan. 1 kvadratidan 25 ming so'm qolar ekan. Stanoyni sotiladi, stanoy narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, alohida 800 dollar bo'ladi. Bu narxlarda ichida yeb, ichish, yotog'i o'rgatib berish mutlaqo bepul. Zakaz berish akalarimiz bilan pastda qoldirdik. Bo'ldi.